هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Mü'minun tefsiri 57. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn-i Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Mü'minun suresi 57. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hakikaten Rabbinin hayvisinden korkunç kişiler, Rabbinin ayetlerine işengüç kişiler, Rabbiga şirk keltirmeydigan kişiler, sadaka berdigan ama Rabbinin dergahıga hesap veriş için qaytıp baradiganlıqdan dilleri qo'rqib turadigan kişiler, en şula yaxshi ishlarni qilishga aldırgıcılardır. Yaxshi ishlarni başqalarning oldida qilishga tirishqichilardir. Yaxshi ishlarni başqalarning oldida qilishga tirishqichilardir. Yaxshi kishilarning sifatlari. Allah Teala yaxshi kishilarning sifatlarini bayon qilib mundaq dedi. Haqiqatan Rabbinin hayvisidan qo'rquvchi kishilar, ya'ni ular Allah Teala'ga iman keltirish, yaxshi amal ibodat qilish va yaxshilik qilish bilan birga Allah Teala'dan qo'rqidi va Allah Teala'ning o'zlarini ozdirib etishidan ansirab turdi. Hasan Basri bu vaqtda mundaq dedi. Mümin hem yaxshilik qiladi, hem Allah Teala'dan qo'rqib turdi. Kafir hem yomonlik qiladi, hem xotirjam yurdi. Rabbinin ayetleriga ishonguvchi kishilar, ya'ni ular Allah Teala'ning kainat ve şeriat ahkamlari to'g'risidagi oyatlariga ishonguvchilardir. Allah Teala Meryem alayhissalom to'g'risida xabar berib mundaq dedi. Hamda İmronning qizi Meryemni misol qilib ko'rsatdi. U numusini saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni pülidik. Dem uning ichiga kirib Aysoga homildor bo'ldi. U Rabbining so'zlarini ve nazil qilgan kitoblarini tasdiq qildi ve Allohga itoat qiluvchilardan bo'ldi. Ya'ni Meryem ishlarning hammasining Allah Teala'ning o'rinlashtirishi bilan bo'ladiganligiga, agar Allah Teala yo'lga qo'ygan ish buyruq bo'lsa, uning Allah Teala yaxshi ko'radigan ve rozi bo'ladigan ishlardan ekanligiga, agar Allah Teala yol koygan iş çekleş bolsa, onun Allah Teala yaman gördiğen ve razı bulmaydiğen işlerden işkenligiga, eğer Allah Teala yol koygan iş yaxşı bir iş bolsa, onun hak ikenligiga işendi. Rabbiga şirik keltirmeydiğen kişiler, yani ular Allah Teala'ga koşup başka birisiga ibadet qilmasdan, belki Allah Teala'ga ibadet qiladi. Allah Teala'ni bir deb qaraydi. Allah Teala'ni uningdan başka ilah yo'q. U o'ziga ayol ve bola tutmagan, hamma mahluqotlar uningga muhtoj bo'lgan, onun o'xshi ve tangdishi bo'lmagan bir zotdir deb bildi. Sadaqa beradigan amma Rabbinin dergahıga hesap veriş için qaytıp baradiganligidan dillari qo'rqib turadigan kishilar, ya'ni
ular sadaqa ve mallarının zakatlarını bəsimu, amma sadaqa ve zakat verişinin belgilemeleriga to'liq rioya qilaligandimizmi deb ular sadaqa ve mallarının zakatlarını bəsimu, amma sadaqa ve zakat verişinin belgilemeleriga to'liq rioya qilaligandimizmi deb ansirab bergen sadaqa ve zakatlarının Allah Taala'nın dergahida qabul bo'lmasligidan qo'rqib turdi. Bu faqat ehtiyot yuzidan bo'lgan qo'rqishdir. İmam Ahmad bu vaqtda mundaq rivoyat qildi. Ayşe radhiyallohu anha ey Allah Taala'nın peygamberi, Allah Taala'nın sadaqa berdigan amma Rabbinin dergahiga hesap berish uchun qaytib bordiganligidan dilleri qo'rqib turadigan kishilar degan oyatida bayon qilingan kishilar to'g'riliq yoki zina qiladigan ve aroq ichib ondan Allah Taala'dan qo'rqib turadigan kishilarmi dedi Payg'ambar alayhissalom. İmam Ahmad bu vaqtda mundaq rivoyat qildi. Ayşe radhiyallohu anha ey Allah Taala'nın peygamberi, Allah Taala'nın sadaqa berdigan amma Rabbinin dergahiga hesap berish uchun qaytib bordiganligidan dilleri qo'rqib turadigan kishilar degan oyatida bayon qilingan kishilar o'g'irlik yoki zina qiladigan va aroq ichib ondan Allah Taala'dan qo'rqib turadigan kishilarmi dedi Payg'ambar alayhissalom. Ey Abu Bakr'ning qizi, ey Siddiqning qizi, undaq emas. Ular namoz o'qib, ro'za tutib va sadaqa berib turib Allah Taala'dan qo'rqib turadigan kishilardir dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu hadisni İmam Tirmizi ve İbn Majah, İmam Tirmizi ve İbn Abu Hatim'damu rivoyat qilgan. Lekin hadis bularning qilgan rivoyatida ey Abu Bakrning qizi, undaq emas. Ular namoz o'qiydigan, ro'za tutadigan va sadaqa beradigan, lekin bu ishlarning o'zlaridan qabul bo'lmasligidan qo'rqib turadigan kishilardir. Ular yana ayni shular yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uchilardir. Yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishquchilardir deb sifatlendi dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma Muhammad ibn Ka'b, Qurayzi ve Hasan Basri qatorliqlarmu bu oyatning ma'nosi haqida shundoq dedi. Biz insonni faqat toqati yetadigan ishqila taklif qilamiz. Biz insonni faqat toqati yetadigan ishqila taklif qilamiz. Bizning dargohimizda haqni so'zlaydigan kitob, ya'ni bandalarning yaxshi yomon ishlari xotirlangan nomi amal bor. Ularga savobini kemaytib etish yoki azobini oshirib etish bilan qilchi zulm qilinmaydi. Ular, ya'ni gunohkor kuffarlarning dillari buningdan, ya'ni Qur'ondan g'aflatdadir. Uningdan, ya'ni kufrdan boshqa ular kelajakda nurg'un yomon ishlarni qiladi. Ularning boylarini azob bilan jazolagan vaqtimizda nagah ular faryod qiladi. Ularga aytiladi: "Bugun faryod qilmanglar. Haqiqatan sizlar bizning yordamimizga erisha olmaysizlar. Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yuz o'rib, arqanglarga chekinib olatdinglar." Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib iymondan yuz o'riydi. Kechlik paranglarda yomon so'zlarni qildi. Ya'ni Qur'onga ta'ni qildi. Payg'ambar alayhissalomni so'kidi. Allah Taala'nın adilliğinin bayani ve kafirlarning qilmishlari. Allah Taala bu ayetlerde adilligidan dünyada bendilerge yol koyup bergen hükümlerde ularni kuchi yetmaydigan ishlarga buyurmaydiganligidan ve kıyamet günü ularning dunyodagi qilmishlaridan kichikkinami bir narsani qochirib qo'ymaydigan
bendilerning barliq qilmishlari xotirlangan kitobda yozilganlardanla hisob oladiganligidan xabar berdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: bizning dargohimizda haqni so'zlaydigan kitob, ya'ni bendilerning yaxshi yomon ishlari xotirlangan nomi amal bor. Ya'ni bendilerning yaxshi yomon ishlari xotirlangan kitob bor. Ularga savobini kemaytib etish yoki azobni oshirib etish bilan qilchi zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amal ibodatlaridan kichikkinami kemaytib etilmaydi. Ammo mu'min bandalarning qilib sağgan ko'plagan yomon ishlari kechirilib ketadi. La havla va la quvvata illa billah. Ondan Allah Taala kafirlarni ve Qurayshning müşriklarini tanqidlab mundaq dedi: ular, ya'ni gunohkor kuffarlarning dillari buningdan, ya'ni Qur'ondan g'aflatlidir. Ya'ni ularning dillari Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhisalomga tushirgan Qur'ondan g'aflatlidir. Oningdan, ya'ni kufrdan boshqa ular kelajakda nurg'un yomon ishlarni qiladi. Bu ayetning ma'nosi haqida Hakam ibn Aban Ikrimadan İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ularning bu shirk keltirishi va kufrligidan boshqa kelgusida cho'qim qiladigan nurg'unlagan yomon ishlar bor. Boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: ularning azobga loyiq bo'lishi uchun ular o'lishdan burun qilish cho'qim bo'lgan nurg'unlagan yomon ishlar ularga putilib ketdi. Muqatil İbn Hayyan Suddi ve Abdurrahman İbn Zeyd İbn Aslam qatorliqlardanmi bu oyatning ma'nosi haqida shundoq rivoyat qilindi. Bu ma'no bu oyatga berilgan ma'nolarning to'g'risi va oyatning oshkor ma'nosidir. Payg'ambar alayhisalomdan bu vaqtda mundaq bir hadis rivoyat qilindi. Onundan başqa ilah bo'lmagan zot bilan qasamki, sizlarning biringlar ahli jannatining amalini qilib, toki uning bilan jannat orliqi bir gaz qolganda, uning putilgini ilgari kelib, ahli do'zaxning amalini qildi-da, do'zaxga kirdi va sizlarning biringlar ahli do'zaxning amalini qilib, toki uningga bir gaz qolganda, uningga putilgini ilgari kelib, ahli jannatining amalini qildi-da, jannatga kirdi. Bu uzun bir hadisning oxir qismidir. Ularning boylarini azob bilan jazolagan vaqtimizda, ya'ni ularning ichidagi bayashat turmushda yashayotgan baxtli kishilarga Alloh taolaning azobi ve intiqom ilish kelgan vaqtida nagah ular faryod qildi. Ya'ni ular azobni ko'rib faryod qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mening oyatlarimni inkor qilguvchi davlatmanlarni men qo'yib etgan. Ya'ni ularning jazosini o'zim beraman. Ularga ozgina muhlat bergin. Shubhisizki bizning dargohimizda ularga ig'ir ishkanlar va ko'ydirguchi do'zax bor. Zaqqum zarradan iborat galdan o'tmaydigan tamoq va qattiq azob bor. Ulardan ilgari kufri tufaylidan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Halbuki bu qochadigan vaqt emas. Ularga aytildi: bugün faryod qilmanglar. Haqiqatan sizlar bizning yordamimizga erisholmaysizlar. Ya'ni sizlar mayli faryod chekinglar yoki chekmanglar, bu sizlar uchun foydasiz. Sizlarga kelgan azobdan hech kim qutuldira olmaydi. Sizlarga bu azobni tetishdan boshqa hech qanday amal yo'q. Bu sizlarga putilib ketgan azobdir. Ondan
Allah Taala ularning o'tkazgan eng cho'ng jinoyatini bayon qilib mundaq dedi. Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yuz o'rib, arqanglarga chekinib olatdinglar. Ya'ni ular shu oyatlar tarafiga chaqirilsa baş tartdi. Uningdan baş tartdi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga shirik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzzat qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib, iymondan yuz o'riydi. Keşlik paranglarida yomon so'zlarni qiladi. Ya'ni ular Kabe bilan faxrlandi va o'zlarini Kabening egillari deb qaraydi. Lekin ular amaliyotda undaq emasdir. Nasa'i bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat nazi bo'lgandan keyin kechida paranglashib o'ltirish yomon ko'rildigan bo'ldi. Qurayshliklar o'zlarini Kabening egillari deb Kabe bilan faxrlanadi. Uning yinida o'ltirib kechida paranglashadi. Lekin ular Kabeni yasab, avatlashtirmay tashlab etgan edi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Mü'minun suresi tefsirinden 67. ayetkice anıldığınla. Ahirine keyin ketimlik okuşumuz davamlaştırımız inşallah. Ve sallallahu ala Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.